Bugun sizlar bilan 3 xil onigiri yeb ko'ramiz. Birinchisi. Bismillah. Birinchisiga baliq va sedana qo'shilgan ekan, undan 8 beraman. Gap yo'q. Ikkinchi onigiri. Bismillah. Adashmasam bu qizilcha va mayonezli onigiri. Bunga men 10 dan 6 beraman. Unchalik ham zo'r emas, lekin yesa bo'ladi. Bismillah. Bu makarel balig'i va mayonezli onigiri. Menga tunali onigiri yoqqani uchun bunga 7 beraman. Bo'ladi. Videoga bonus qilib, qurbaqani tuxumidan ichib ko'ramiz. Aslida bu qurbaqani tuxum emas, bu basil seed drink, ya'ni chia urug'lari deb ataladi va sog'liqqa foydasi bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, qurbaqani tuxumini 105 yenga oldim, onigirilarni bo'lsa 150 yendan oldim. Yaponiyada yana nimani sinab ko'rishni xohlaysiz? Komment yozib keting. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang.